Ko'p yashang. Baxtli bo'ling, xush kelibsiz bolajonim. Yaqinda opacham kelin churganlardan xabaringlar bor va oddiy urf-odatlarga ko'ra yangi kelinchakni yaqinlari bilan kuyovni qarindoshlari mehmonga challashadi. Kelinchagim keldilar. Yaqin orada onasi va opalari ham kelib qolishadi. Yangi uyimga mehmonlar kelish munosabati bilan Emsan O'zbekiston do'koniga yangi idishlar xarid qilish uchun bordim. Qurbon hayiti arafasida sizlar uchun ajoyib yangilik. Emsan O'zbekiston do'konida 60% gacha chegirmalar e'lon qilindi. Kelinchagimni o'zini ham ishga solib qo'ydim. Qani serofkasiga baho beringlar-chi. Qurbon hayiti arafasi sizlar uchun ajoyib yangilik. Emsan O'zbekiston do'konida 60% gacha chegirmalar e'lon qilindi. Sifatli mahsulotlar, bayramga mos sovg'alar, faqat cheklangan vaqt uchun o'zingiz va yaqinlaringiz uchun kerakli narsalarni eng arzon narxlarda xarid qilish uchun ayni vaqt. Kelining bo'lsa mazza-de, bir ham chaqqon ekanlar. 10 daqiqa deganda stolimiz ham tayyor bo'ldi. Hammamizning farzandlarimizga, shu qatori men ham o'g'illarimga shunaqa oqila, farosatli, go'zal kelinlar nasib qilsin.